Qiz farzand dunyoga keltirishni istagan ayollarimiz, onajonlarimiz ushbu videoni o'tkazib yubormang. Agarda siz farzandingiz qiz bo'lishini xohlasangiz, tibbiy jihatdan qanday yordam berishimiz mumkin? Avvalambor qiz farzand bo'lishi uchun erkak va ayoldan X xromosoma kelishi kerak. Ya'ni ayollarda faqatgina X xromosoma bo'ladi o'zi. Erkaklarda esa spermatozoidda ikki xil bo'ladi. X va Y. Qachonki Y kelsa o'g'il, X bilan birikadigan bo'lsa, unda qiz farzand bo'ladi. Xo'sh, qiz farzandni paydo bo'lishi uchun, dunyoga kelishi uchun yoki qiz farzand bo'lishi uchun X xromosoma bo'ladi. Xo'sh, X xromosomani nima o'ziga yarasha farqlari bor. Avvalambor u juda sekin harakat qiladi, ya'ni manzilga yetib kelishi qiyin, lekin uzoq vaqt yashaydi. Ba'zi manbalarda hattoki 3 kundan 5 kungacha ham deyilgan joylari bor. Shuning uchun u uzoq vaqt kutib turish imkoniyatiga ega va biz shundan foydalanishimiz mumkin. Y xromosoma esa maksimum 12-24 soatgacha yashay oladi. Bu birinchi fakt. Shuning uchun siz o'zingizda ovulyatsiyangizni обязательно tekshirtirishingiz kerak. Birinchi o'rinda ovulyatsiyangiz qaysi kunga to'g'ri kelishini biling. Shunga qarab biz o'zimizni qindagi muhitni ham hisobga olgan holda farzandga harakat qilishimiz kerak. Nima uchun? Sababi X xromosomali spermatozoid asosan kislotali muhitda yaxshi yashaydi. Ya'ni yo'ldan o'tib ketayotgan paytida agar muhit ishqoriy bo'ladigan bo'lsa, bu degani sizda gribok bo'lsa, ya'ni shamollashlaringiz bo'lsa, выделение ko'p bo'lsa, hidli bo'ladigan bo'lsa, o'sha muhitni o'zida X xromosomalarni bir qismi vafot etishi mumkin, yetib kelmasligi mumkin. Lekin kislotali muhit ayol kishining normal florasi. Sizda vaginoz bo'lmasa, qichishishli bo'lmasa, ajralmalar miqdori ko'p bo'lmasa, spermatozoidlarni o'tib ketishi osonroq bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zingizdagi mana shu muammolarni hal qilishingiz kerak. Ikkinchidan, kislotali muhit ayol kishida avvalambor ovulyatsiyangizga yaqin bo'lgan sanalarda bo'ladi. Birinchidan, ikkinchidan ovulyatsiyadan keyin bo'lgan sanalarda bo'ladi. Keyin uchinchidan o'zingizning normal muhitingiz ham kislotali muhit hisoblanadi. Shuning uchun biz ovulyatsiyaga yaqin bo'lgan kunlarni tanlaymiz. Ya'ni mesechingiz keldi, birinchi kun boshlangan kuni bu mesechning birinchi kuni hisoblanadi. Agarda sizda dominantniy follikulingiz yetilib, ovulyatsiyangiz 14-kunga to'g'ri keladigan bo'lsa, qiz farzand uchun harakatni biz 11-chi, 12-chi, 13-chi kunda boshlaymiz. Bu orada siz обязательно follikulometriyani kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Har kun emas, kunora. Chunki dominantniy follikulingiz avvalroq yorilib qolishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda o'sib borayotganligini kuzatasiz. Ya'ni follikulometriyani 5-chi yoki 8-chi kundan boshlaysiz. Sizga o'zi vrachingiz malakali vrach bo'ladigan bo'lsa, qanday tempda, ya'ni qanday tezlikda o'sayotganligiga qarab, o'sha kunlaringizda, ya'ni kislotali muhitingiz oshgan, plus hali ovulyatsiya bo'lmagan, xavfsiz qiz bola hosil bo'lishi uchun xavfsiz bo'lgan kunlarni tanlab bera oladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, homilada qiz farzand bo'lishi uchun siz ko'proq kaliyga boy bo'lgan diyetani amalga oshirishingiz kerak. O'zingizda ham, turmush o'rtog'ingizda ham. Birinchi o'rinda turmush o'rtog'ingizga sutli mahsulotlarni, qatiq mahsulotlarini bering va go'sht mahsulotlaridan faqat baliqni tanlang. Imkon boricha kaliyga boy mahsulotlarni kamaytiramiz. Ya'ni aynan nimalarni mumkin va nimalarni mumkin emasligini haqida bitta-bitta sanab beraman. Xo'p, ayollar o'zimizning ratsionimizdan tuzli ovqatlarni, banan mahsulotlarini yoki kolbasa, qovurilgan mahsulotlarni chiqarib tashlaymiz. Sutli mahsulotlarni esa ko'paytiramiz. Mevalar, kletchatkalar, olma, shaftoli qo'shishingiz mumkin, anor qo'shishingiz mumkin. Xohlagan mevangiz, kaliyga boy meva bo'lmasa bo'ldi. Kalsiyga boy mevalarni ko'proq ko'paytiramiz, magniyga boy mahsulotlarni ko'paytiramiz. Bu go'shtni kamroq, mevalarni ko'proq iste'mol qilishingiz kerak degani. Demak, ayollar qanday diyetaga amal qilamiz? Sut mahsulotlari, sut, qatiq, tuxum mahsulotlari, tuxum ko'proq iste'mol qilishingiz mumkin, grechka iste'mol qilishingiz mumkin, go'sht mahsulotlari, bananni, ko'p miqdordagi go'shtlarni, tuzli ovqatlarni, kolbasalarni kamaytiramiz va ratsionimizdan chiqaramiz. Erkaklar uchun sut mahsulotlari, go'shtlardan esa baliq, yong'oq mahsulotlaridan ko'proq miqdorda bodom, shuningdek tuxum ko'proq iste'mol qilishlari kerak. Iste'mol qilish mumkin bo'lmagan holatlar. Bular kolbasalar, sosiskalar, fast foodlar,
alkogol va gazli ichimliklar. Mana shu diyetaga siz hech bo'lmaganda bir oy davomida amal qilishingiz kerak. Bu diyetaga amal qilgan davringizda esa o'zingizda follipometriyani kuzatib borishingiz kerak. Mana shu 3 ta qoidaga amal qiling va natijasi bilan keyinchalik bo'lishing.